Erkin Asiya Radyosu 9 dekabr xabarida xalqarodagi daniq advokatlar, olimlar, mutaxassislar va shohidlarning ishtirokida shuningdek Uyg'ur sud kollegiya sohibxonligiga chaqirilgan 2021 yildagi Uyg'ur sudi shu yili 9 dekabr kuni rasmiy holda Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan bostirishlar, irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatdir deb xulosa chiqargan. Mazkur xalqaro sudning bunday bir qaror chiqarishi ko'plagan hukumatlarning bu jihatga reallikni to'nib yetishi hamda bu vaqt qaror ilishida muhim rol o'ynagan. Ya'ni shunday reallik oldida dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq faoliyatchilar 9 dekabr kunini Uyg'ur irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitib, bu reallikni dunyo miqyosida texnik keng tunutish va e'tirof qildirishga izchil kuch chiqarib kelmoqda. Uyg'ur sudi chiqargan mazkur hukm e'lon qilingan 1 yildan oshgan bo'lsa-mu, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik atalg'usi yana ko'plagan hukumatlar uchun qabul qilish qiyinga tushayotgan bir masala bo'lib kelayotganligi ma'lum. Bu haqda har qaysi sohani texnik atrofli ma'lumotli qilish hamda bu jihatlardagi tegishli besimlarni oshirish uchun Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Amerika Uyg'ur birlashmasi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 8 dekabr kuni birlikda axborot e'lon qilish yig'in chaqirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Esa oldi bilan so'z qilib, bu sohada mavjud bo'layotgan bir qism masalalar haqidagi qarashlarini bayon qilib, mazkur sud e'lon qilgan hukm ko'plagan hukumatlarning, hatto Yevropa parlamentining bu vaqtdagi qarorlarni ilishida muhim rol o'ynaganligini, shu sababdan Uyg'urlar haqida ba'zi qonunlar ma'qullanganligini, 9 dekabr kuni Uyg'ur qirg'inchiligining qurbonlarini eslash va ularga ehtirom bildirish zarur bo'lganligini, bu jihatga haqqoniy kurashni izchil davom qilganligini bildirdi. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat navbatda xalqaro jamiyat uchun Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilishning qiyinga tushayotganligini alayda eskartdi. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Zubayra Shamsiddin qatorliqlar Sharq Turkistonda hozirmi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikda ayollar va bolalarning asosiy ziyonkashlikka uchrayotganligini, Uyg'ur oilalarining vayron bo'lish qatorliq masalalarni yana bir qitim eskartib, xalqaroni bu vaqtdagi reallikni e'tirof qilish, uyg'onish hamda bu masalada ittifoqlashishga chaqirdi. Bo'libmi Amerikaga yangi kelgan Subhinur Amin dadisining o'z yurtida qonunliq yo'llar orqali savdo bilan shug'ullanib ko'zga ko'ringan boylarning biriga aylangan bo'lsa-mu, savdo ishi bilan chet ellarga chiqqan uchun lagerga qamalib bir mazgillik qamoq va tarbiyalashdan keyin sog'lom va bejirim bo'lgan dadisining ig'ir kasal giribtor bo'lib 47 yoshida vafot bo'lganligini, shundaqla bu xil reallik Subhinurning dadisiga o'xshash minglagan Uyg'urlar duch kelayotgan ochiq reallikni pash qilishga undigan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari Volker Turk 9 dekabr kuni sobiq komissar Bachil topshirgan atalmish Shinjondagi kishilik huquq to'g'risidagi dokladida munosabatli dalil isbotlar bilan o'tirib qo'yib, Xitoy doiralarining Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini bildirib, o'zining bu muhim masala to'g'risida xizmatini davomlashtirishni bildirgan. Atalmish Shinjondagi kishilik huquq masalasini tekshirish jarayonida Bachil Beijingning oldini olish uchun ko'rsatgan tirishchanlik sababidan amalsiz holda vazifa o'tash muddatining oxirgi kuni mazkur dokladni e'lon qilgan. Bu dokladda Xitoy doiralari tomonidan atalmish Shinjondagi Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarning ko'p yillik sistemalik ziyonkashlikka uchraganligi, bo'libmi Xitoy doiralari cho'ng ko'lamda jazo lagerlarini qurib, necha millionlagan Uyg'urlarni tutib, ming yuvish, qiynash, tug'utchaklash, bosqinchilik, majburiy emgak, oilasini vayron qilish va boshqa jinoyatlar bilan ayblab, butun dunyoni Xitoyning Uyg'ur kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi turish va yaqindan diqqat qilishga chaqirgan. Xitoy doiralarining bu qilmishlari xalqaro jamiyatning izchil diqqatini qo'zg'agan va kuchli aybligan. Ba'zi g'arb davlatlarining parlamentlari Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan. Volker Turk janvada o'tkazilgan muxbirlarning kutib olish yig'inida atalmish Shinjon masalasi to'g'risida so'z qilib, 31 avgust e'lon qilingan doklad intayin muhim doklad bo'lib, BDTning kishilik huquq masalasidagi intayin ig'ir andisini ifodalab, o'zining bu muhim masala to'g'risida xizmatini davomlashtirishni bildirgan. Amerikaning Xitoyda turishlik bosh elchisi 10 dekabr Dunyo kishilik huquq kunida Xitoyga bayonot e'lon qilib, buningdan 47 yil ilgari Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq xitobnomasini ma'qullaganligini, Dunyo kishilik huquq xitobnomasining bu xotir kunini o'zlariga davlat ichi va sirtidagi kishilik huquqni hurmat qilishni ilgari surishdagi tantanlik majburiyatini eslatilganligini, Amerika Xitoy Xalq Jumhuriyatining xalqaro kishilik huquq xitobnomasi bilan kafolatlantirilgan kishilik huquq va asosiy erkinlikni qo'g'dashdagi xalqaroliq va'dasini o'rinday olmaydiganligidan yana andish qilayotganligini, Xitoyning atalmish Shinjongda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini, Tibetdagi bostirish siyosatini, Hong Kongga va'da qilgan avtonomiyani buzib tashlashini, tinch shaklda fikr bayon qiluvchilarni xohlagancha tutib turishini va dunyo miqyosidagi davlat halqigan tashviqotlarini to'xtatishga chaqirib, tinch namoyish qilish, din erkinligi, so'z erkinligi, axborot erkinligi va qonun bilan idora qilish huquqini davomli qo'llaydiganligini bildirgan.
Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq hukumat bog'vanchilikni gullantirishning 14-5 yillik planini tuzgan bo'lib, uningda ilg'or texnikalarni qo'llanish orqali bodam mahsulotini oshirish va kelgusida bodam bazasiga aylantirish maqsad qilingan ekan. Tangartaq torining xabarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonning azaldan meva-cheva makoni deydigan mashhur nomi bor bo'lib, bu rayondagi mevelik bog'lar Xitoydagi mevelik bog'larning 13%ni egallaydi ekan. Ya'ni Sharq Turkiston Xitoydagi asosiy bog'vanchilik rayoni hisoblanadi ekan. Xitoy hukumati bu afzallikdan foydalanib atalmış Şinjan mevasi ishlab chiqarishni ko'lamlashtirish, tovarlashtirish va marka yaratish taraqqiyotini tezlatgan. Neşpöt, alma, çilan, yanaq, üzüm, qo'g'in qatorliq mahsulotlarni Xitoyda setib don qazanib qolmay, chet ellarga eksport qilishga boshlagan ekan. Xitoy shirkatlari Sharq Turkistondan chiqadigan bodomning g'oyat zo'r bozor qiymatini mo'lcharlab, bodam ishlab chiqarishni moslashtirish, bodomning turini ko'paytirish, mahsulot miqdorini oshirish uchun mablag' selib o'tibdi. Badam Sharq Turkistonning janubidagi Yakan, Qashqar tavasida ko'p chiqadigan bo'lib, Uyg'urlar qadimdan tartibli badam o'stirishga ahamiyat berib, uning ozuqlik qimmatidan foydalanib kelgan. Sharq Turkistonda Xitoyning neft bazasi, ko'mir bazasi, paxta bazasi bo'lib qolmay, o'z navbatida tok ishlab chiqarish, kun taxta ishlab chiqarish va meva-cheva ishlab chiqarish bazasiga aylangan bo'lib, Xitoyning davlat korxonalari eng zo'r napilayotgan rayonga aylangan. Analizchilarning bildirishicha, Xitoy ko'chmanlari Sharq Turkistondagi boyliqni bulang-talang qilayotgan va eng ko'p bahramon bo'layotganlar bo'lib, Uyg'urlarning igdorchilik huquqidan mahrum qilganligini bildirgan. 13 dekabr kuni Amerika Davlat Majlisi va Xitoy Ijroiya Komiteti Xitoydagi 20-navbatlik yillik kishilik huquq masalasida isbot anglash yig'ini ochdi. Nurg'un olimlar Amerikani demokratik davlatlar bilan bo'lgan ittifoqdoshligini kuchaytirib, Xitoy rahbarligidagi mustabid hokimiyatning kishilik huquq dafsanchiligi qarta Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qayta o'ylanishga chaqirdi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi isbot anglash yig'inida Xitoyning Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan buyon Amerika Xitoy savdosining taraqqiyoti Xitoyning kishilik huquq vaziyatida yaxshilanish bo'lmaganligini, buningga asosan Amerika cho'qim Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatini qaytadan o'ylashi kerakligini, butun dunyoning Xitoyning necha 10 yil davomlashtirgan terrorlik bostirish harakatining, jumladan madaniyat, din va millat tiliga tajovuz qilish harakatiga shohid bo'lganligini, hushyorlikni o'stirib iqtisodiy manfaatni g'oyadan ustun qo'ymaslikka, iqtisodning kishilik huquqdan qimmat bo'lolmaydiganligini ta'kidladi. 2000-yili Amerika Davlat Majlisi va Xitoy Ijroiya Komiteti qurilgandan buyon bu organ Xitoy hukumatining kishilik huquqi daxl taruz qilganligi uchun javobgarlikni surishtirish uchun har yili birdan hozirga qadar jami 21 parcha doklad e'lon qilgan. Hamda Amerika parlamentining Xitoyga qarshi turli qonun chiqarishini ilgari surgan. Xitoyning mashhur kishilik huquq advokati Teng Biao isbot anglash yig'inida hukmronlik o'rnini mustahkamlash uchun Xitoy doiralari davomli oshkora va yoshirin holda kishilik huquq tashkilotlarini, advokatlar va atalmış Şinjan, Tibet, Hong Kong qatorliq joylarni izchil bostirib kelganligini, keng ko'lamli kuzatish sistemasi barpo qilib, jamiyatni umumyuzlik kontrol qilganligini bildirib, Amerika olma shirkatini o'z ichiga olgan nurg'un xalqaro shirkatlarning Xitoy bozoridagi foyda manfaati uchun Xitoyning kishilik huquq dafsanchiligi yontayoq bo'lganligini ta'kidlab, Amerika va boshqa davlat halqıgan şirketlerinin erkinlik meselesideki rolini, şundaqla kishilik huquq dafsanchiligi, sonliq ma'lumot markazi qurish va Xitoyni texnika bilan ta'minlashga chechishlik boshqa nurg'un shirkatlarning rolini tekshirish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy virusni nolga tushirish siyosatidan voz kechgandan keyin Xitoyda Xitoy virusi bilan yuqumlanishi yuqori pallaga chiqqan bo'lib, doktorxonalarga ta'sir ko'rsatib, tibbiy xodimlarga asosan yuqumlangan ekan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy virusi bilan yuqumlangan Xitoy tibbiy xodimlarining soni tez suratda ko'payayotgan bo'lib, ularning ba'zilari davomli xizmat qilishga talab qilingan ekan. Xabarlarga qaraganda, navbatda muxbirlar davolashni saqlayotgan bemorlarning soni va balnisga ilinganlarning aniq soniga erishaolmagan. Ammo ijtimoiy tarqaluvlarda tarqalgan sin ko'rinishlarda Beijing va boshqa shaharlarga bemorlarning doktorga ko'rinishi uchun necha soat saqlaganligi ko'rsatilgan. Bir Xitoy doktor har kuni 700 dan 800 gacha qizitma bemorlarning doktorxonaga kiradiganligi, hozir doktorxonada qizitma va zukamni davolaydigan dorilar kamchil bo'layotganligi, doktorxonaning davolash xodimlaridami qo'g'dash tadbirlari kamchil ekanligi, barliq operatsiyaning to'xtaganligini bildirgan. 14 dekabr kuni Dunyo Sog'liqni tashkiloti Xitoyning Xitoy virusi yuqum nolga tushirish siyosatini bo'shatishdan burunla Xitoy virusi keng ko'lamda tarqalib bo'lganligini bildirgan. Fransiya agentligining xabariga qaraganda, Dunyo Sog'liqni tashkiloti ommaviy sog'liq jiddiy planining ijroiya mudiri Riyan muxbirga
Xitoyda yuqumning keng tarqalishi, Xitoy virusi yuqumining oldini olish tadbirlarining bekor qilinishi bilan munosabati yo'qligini, amaliyotda nolga tushirish siyosati bo'shatishdan xeyli burunla shiddat bilan o'rlashga boshlaganligini bildirib, Xitoy uslubidagi Xitoy virusining tarqalishining oldini olish tadbirlari Omikron turiga qarshi turish virusining oldingi bosqichlariga selishtirganda ancha unumli bo'lmaganligini, vaksinaning qoplanish doirasining cheklik ekanligini, yuqori unumli vaksinaning kamchilligini, Omikronning darajadan tashqari tarqalish kuchi borligini, bularning hammasi og'ir darajada ommaviy sog'lomlik masalalarini keltirib chiqarish ehtimolligi borligini ta'kidlagan. Amerika Kengash Palata a'zosi Marko Rubio bilan Avam Palata a'zosi August Pifloger 15 dekabr kuni Uyg'ur kishilik huquq embargolarini tekshirish qonun loyihasini o'tirib qo'ydi. Bu qonunning maqsadi bo'lsa Xitoyning Xeykang, Shivi va Dahua qatorliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik deb qaralgan shirkatlarning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunidagi jazo berish o'lchamiga tushadigan yoki tushmaydiganligini tekshirish ekan. Parlament a'zolari mazkur loyihada Amerika Moliya Ministrligi va Tashqi ishlar Ministrligidan 30 kun ichida aloqador shirkatlarni tekshirishni talab qilgan. Bu shirkatlar Xeykang Shivi, Dahua, Tiandi va Beijing Genologiya instituti qatorliqlarini o'z ichiga oladi ekan. Amerika Avom va Kengash palatalarida ma'qullanib, Prezident Joe Bidenning imzolashi bilan ijro qilinishga boshlagan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonunining qo'llovchilaridan biri bo'lgan Kengash palata a'zosi Marko Rubioning ishxonasi 15 dekabr kuni bu vaqtda bayonot e'lon qilib, kommunist Xitoy hokimiyati texnik orqali o'z hokimiyatiga dushman deb qaragan har qanday kishining izini qo'g'lab, ziyonkashlik qilganligini, buning kishini qattiq cho'chitadigan bir kishilik huquq tajovuzchilik ekanligini, Biden hukumatining endi orqaga surmasdan Xitoy kompartiyasi qo'llangan bu shirkatlardan hisob so'rash kerakligini bildirgan. Avam palata a'zosi Pifloger mundaq degan: Amerika Xitoy shirkatlarining Xitoy Kommunistik partiyasining o'qituvchilarini iz qo'g'lab nazorat qilishiga, gen sonliq ma'lumotlarni to'plashiga, etnik, Uyg'ur va boshqa musulmonlarni qiynishiga yordam berishiga yo'l qo'ymaslik kerakligini, o'zining Kengash palata a'zosi Rubio bilan hamkorlashib, Amerika shirkatlarining bu vahshiy kishilik huquq dafsanchiligiga sherik bo'lmaydiganligini aniq o'ttirib qo'ygan bir qonun loyihasini o'ttirib qo'yganligini ta'kidlagan. Amerika Kengash palatasi 14 dekabr kuni TikTok ipini Amerika hukumat organlariga tava yonfunlardan cheklash haqidagi qonunni ma'qulladi. TikTok ipining bosh shirkati Xitoyning shirkati bo'lib, bu shirkatning Xitoy hukumatining mazkur appning qo'llanuvchilariga oid xususiy uchurlar bilan ta'minlash ehtimolligi Amerikada qonun chiqaruvchilarning kuchli dehqini qo'zg'ab kelgan. Yuqoridagi bu qonun loyihasini Amerika Kengash palatasining Cumhuriyetçi a'zosi Josh Hawley tonishtirgan bo'lib, bu loyiha Kengash palatasida har ikki partiya a'zolarining qo'llashiga erishgan. CNN televiziyasining xabar qilishicha, TikTok shirkatining bayonotchisi bu qonunning ma'qullanishiga qaytargan inkosida mazkur qarorning Amerikaning davlat bexatarlik manfaatini ilgari surish uchun bir foydasi yo'qligini ilgari surgan. 14 dekabr kuni TikTok ipini Amerikada yolg'iz hukumat organlariga tava uskunalardan emas, balki umumyuzlik holda cheklash haqidagi qonun loyihasi tonishtirilgan bo'lib, bu vaqtdagi qonun loyihasini Amerika Kengash palata a'zosi Marko Rubio tonishtirgan. O'tgan 2 hafta ichida Amerikada oz deganda 7 shtat o'z oldiga qonun chiqarib, hukumat xizmatchilarining TikTok ipini ishlatishini cheklagan.